Salom do'stlar, bu men Faridon. Ko'rib turganingizdek, men skinimni yo'qotib qo'ydim va mana bu Minecraftni oldim 1.1 yillik. Men serverga kirayotganimda skinimni Zenis 1.1 qiluvdim. Faridon qilishni o'rniga, shuning uchun endi bu yog'iga shunday davom etamiz. Xullas, men sizlarga bugun mana bu serverni tanishtirmoqchiman. Buni IP adresi mana ekraningizda ko'rinib turibdi. Agar kim shu serverda o'ynagisi kelsa, kirib o'ynasin. Hozir mana загрузкani kutamiz. Mana bunday ko'rinadi server. Hozir kutamiz загрузкani kutamiz. Mana kirganingizdan keyin siz mana bunday kit olishingiz mumkin. Men bu Minecraftda o'zi o'ynaganman. Serverdan avvalo mana bunday kit olishingiz mumkin. Mana bu esa Afina, faqat u ham serverga kirmoqchi bo'lib, mana ko'rib turganingizdek shunaqa qilib yuboribdi. Va u otini o'zgartirsa serverda 1 soat urolmay qoladi. Hammaga salom. Men Faridon aytganday men o'zimni skinimni boshqacha qilib qo'ydim va boshqa skinga kirolmay qoldim. Shuning uchun shunday skinda yuribman va otimni ham boshqa qilganman. Bu serverda shunday kit olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda avtoshaxta bor. Bu yerda juda ko'p narsalar bor. Bu yerda hamma narsa qilsangiz bo'ladi. Bu yerda avtoshaxta bor. Bu yerda esa siz o'zingizni kuchaytirib, mana bu yerda siz o'zingizni shunchaki kuchaytirib, yo bo'lmasam auksiondan narsalar sotib olishingiz mumkin. Va mana bu yoki unikal craftlarni qilishingiz mumkin. Va mana bunda provodnik na anarxiy Novichoklar uchun bu yerda hamma qoidalar mavjud. Agar bu serverga kirmoqchi bo'lsangiz, siz menga tepa tashlashingiz mumkin. Biz birga do'st bo'lamiz. Mana bu yerda novichoklar uchun pravilalar shetda. Xullas, mana bu portal LTPga teleport qiladi. Mana bu portal LTPga teleport qiladi. Mana bu yerda esa PvP arena. Kim PvPni yaxshi ko'rsa, shu yerga kelib PvP qilishi mumkin. Bu yerda juda ko'p o'yinchilar bor. Bu yerda 100 dan oshiq o'yinchilar bor. Mana cheaterlar ham ko'rib turganingizdek, qaysi yerda bo'lmaydi deysiz. Meni o'ldirib tashladi cheaterlar. Agar bu serverda o'ynamoqchi bo'lsangiz, men sizga ko'rsatgan IP adresini yozib kirishingiz mumkin. Uchrashib qolsak, birga o'ynaymiz. Men sizlarga ismimni ko'rsatdim. Zenis 1.1. Hammaga xayr do'stlar.